Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'pchilik so'rayotgan, narxiga ham topolmayotgan avtomobillar Foton Trackmate 2 sotuvga yetib keldi. Bu avtomobilimiz o'zgarish bo'ldi. Endi zavod tomonidan ikkita 100 talik gaz ballon bilan jihozlanadi. 4-pokoleniya gaz. Xohlasanglar benzinda, xohlasanglar gazda yurishinglar mumkin. Avtomobilimizning narxi unaqa katta o'zgarish bo'lib ketmadi. Narxida 210 million so'mga 100% naqd to'lovga xarid qilsanglar bo'ladi ushbu avtomobilimizni. Bortning uzunligi 330 ga 175 bo'ladi. Bemalol buni budka qilib foydalansanglar bo'ladi yoki tentovka qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Avtomobilimiz qo'sh ballon, 1 tonna 900 yuk ko'taradi, 3,5 4 tonnagacha ham yuk ortishyapti avtomobilimizga. Oldida ikkita odam o'tiradi. Bundan katta modelimiz Millerda endi 3 ta odamli. Avtomobilimiz motori 1,5 atmosferniy Donus motor bo'ladi. Donus degani bu ikkita raspirtvalli motor. Benzinda o'zi 8 tadan 10 tagacha rasxod qiladi. Endi gaz qo'yilgandan keyin вообще ekonomik motor bo'ladi. Ushbu avtomobilimizni bizani Toshkentdagi avtosalonimizdan, Foton Motor avtosalonidan xarid qilsanglar bo'ladi. Sizlarni avtosalonimizda kutib qolamiz. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, to'liq batafsil ma'lumotga ega bo'lishinglar mumkin.